Yangi mavzuyimiz funksiyaning uzluksizligi bo'ladi. Funksiya uzluksizligi bevosita o'sha funksiyaning nuqtadagi limitlaridan kelib chiqadi. Shuning uchun funksiya limitlaridan keyin o'rganilgani ma'qul. Xo'p, endi funksiya mana bizga birinchi ta'riflari bilan tushuntirib beraman. Bu yerda fx funksiya birorta nuqtada va uni atrofida berilgan bo'lsin. Bu degani nuqtadagi qiymati ham bor, uni atrofida ham barcha qiymatlari bor. Ixtiyoriy birorta atrofida, ixtiyoriy nuqtani olsak ham atrofidagi, birorta tanlab olingan atrofidagi. Shu nuqtada funksiya aniqlangan. Endi shu yerda funksiya x0 nuqtada chekli limitga ega bo'lsin. Ya'ni limiti x0 ga intilgandagi limiti chekli bo'lsin. Bu limit shu funksiyani shu nuqtadagi qiymatini o'ziga ham teng bo'lsa, bu holda mana bu funksiyamiz, fx funksiyamiz x0 nuqtada uzluksiz deyilar ekan. Ya'ni qanaqa tushunish kerak buni? Funksiya uzluksiz bo'lishi uchun, demak, mana bu yoqqa anaqaga ham olib yozaman. Demak, funksiyamiz uzluksiz bo'lishi uchun mana fx funksiya berilgan. Bizda fx funksiya birorta x0 nuqtaning atrofida. Misol uchun mana qanaqadir x0 nuqtaning atrofida berilgan. Endi shu yerda uzluksizligi tekshirilishi uchun nima qilinadi? Limit, demak, ikkita holat qaraladi. Birinchidan x intilganda x0 ga fx funksiya, ya'ni funksiyani x0 nuqtadagi qiymati qaraladi birinchidan. Ikkinchidan fx funksiyaning o'sha x0 nuqtadagi qiymati birinchidan x intilganda x0 dagi limiti, ikkinchidan x0 nuqtadagi qiymati qaraladi. Agar mana shu yerda ikkita qiymat bir-biri bilan teng chiqsa, u holda demak bu funksiyamiz x0 nuqtada uzluksiz bo'lar ekan. U holda demak f x funksiya, xo'p, funksiya x0 nuqtada uzluksiz bo'ladi. Nuqtada uzluksiz deyiladi to'g'rirog'i. x0 nuqtada uzluksiz deyiladi. Xo'p, ta'rifi mana shunaqa holatda kelib chiqqan. Ya'ni x0 nuqtadagi limiti qaraladi va ikkinchidan x0 nuqtadagi qiymati qaraladi. Agar ikkalasi bir-biri bilan teng bo'lsa, demak shu funksiya shu nuqtada uzluksiz. Xo'p, mana demak bunga doir ancha misol keltirishimiz mumkin. Masalan, misol uchun mana men misol yozaman. Misol. Aytaylik, funksiyamiz bunaqa ko'rinishda bo'lsin. fx funksiyamiz barobar. Xo'p. Kasr chizig'i 2x taqsim masalan 3 minus 5x. Funksiya mana shu bo'lsin. x0 nuqta sifatida esa bu ham beriladi, albatta. 0 nuqtani qaraylik. 0 nuqtada funksiya uzluksizlikka tekshiraylik. Qanaqa tekshiriladi? Buni tekshirish juda ham oson. Juda ham oson. Nega? Chunki limit mana x intilganda 0 ga nima qilinadi? Demak, 2x taqsim 3 minus 5x ni qaraymiz. 5x ni. Endi bu limitni hisoblash uchun aslida x ni o'rniga intilgan 0 degan sonni qo'yishimiz kerak edi. Bu endi surati 2 ko'paytirilgan 0 bo'ladi. Taqsim mahrajida 3 minus 5 ko'paytirilgan 0 bo'ladida, bu endi surati
nolligini hisobidan nolga teng bo'ladi. Ya'ni 0 - 3 bo'lib qoladi. Va bu ham nolga teng. Va bu ikkinchi tomondan aynan funksiyani o'zining 0 nuqtadagi qiymatiga teng. Chunki 0 nuqtani qo'ysak ham yana o'sha 2x taqsim 3 minus 5x ni o'zi hosil bo'ladi. Demak, mana bu funksiyamiz shu nuqtadagi qiymati bilan shu nuqtadagi limiti teng. Shuning uchun bu funksiya mana shu nuqtada uzluksiz. Xo'p, keyingisi yoki yana boshqacharoq ta'riflash ham mumkin ekan. Bu qanaqa? Agar mana limit bilan ta'riflash bor, boshqacharoq limit bilan. Delta x 0 ga intilganda, ya'ni argument orttirmasi 0 ga intilganda, funksiya orttirmasi 0 ga intilsa, shu nuqtadagi orttirmasi haqida gap ketyapti. Funksiya o'sha qaralayotgan nuqtada uzluksiz deyiladi. Bunda endi delta x deganda x minus x0 tushuniladi. Delta y deganda esa fx minus fx0 tushuniladi. Ya'ni bu funksiya orttirmasi, delta x esa argument orttirmasi. Demak, x0 nuqtada argument orttirmasi 0 ga intilganda, funksiya orttirmasi 0 ga intilsa, shu funksiyamiz x0 nuqtada uzluksiz deyilar ekan. Xo'p, mana bunga doir boshqa misol ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni cosinus x funksiyani uzluksizlikka tekshiraylik. Endi biz bunda uzluksizlikka tekshirganda ixtiyoriy nuqtada tekshirib ko'ramiz. Qanaqa tekshiriladi? Mana ixtiyoriy haqiqiy son olinadi va delta y hisoblaymiz. Delta y deganda biz cosinus, demak x ni o'rniga delta x ni qo'yamiz. Delta y degani aslida qanaqa edi? F delta x plus x0 minus f x0 edi. Ya'ni bu delta y funksiya orttirmasi edi. Mana bu yerda bor. fx minus fx0. Xuddi shuni qo'yamiz. Endi x ni o'rnida bizda x plus delta x kelyapti. x0 o'rnida esa cosinus kelyapti. Mana bu yuqoridagi formuladagi x ni o'rniga kelyapti. Bu yerdagi x esa x0 ni o'rnida. Chunki biz x0 ni fiksirlab tayin bitta nuqta olmadikda, ixtiyoriy nuqtani olganimiz uchun. Va bu anaqani soddalashtiradigan bo'lsak, hop, hamma biladi buni, yig'indidan yoki ayirmadan ko'paytmaga o'tish. Yig'indidan ko'paytmaga o'tish formulalari deyishadi odatda. Shu formula yordamida esimizda bo'lsa, kosinus alfa minus kosinus beta deganda minus 2 sinus va yana sinusga keladigan formulasi bor edi. O'sha formuladan foydalanib, mana sinus ko'rinishiga olib kelindi. Endi undan keyin limiti tekshiriladi. Mana delta x 0 ga intilgan vaqtida delta y ni yozadigan bo'lsak, o'zini. Buni limiti 0. Nega? Sababi mana bu yerda delta x'imiz 0 ga intilsa, delta x taqsim 2 degan qismi 0. Faqat minus 2 sinus x ni o'zi qoldi birinchi qismidan. Ikkinchi qismida esa sinus delta x taqsim 2si 0 ga teng bo'lgani uchun sinus 0 degan ifoda hosil bo'ladi. Va mana shu sinus 0 degan ifoda 0 soni bo'ladi va mana bu yerdagi sinus x degan son har doim chegaralangan son, chekli son. Chekli son ko'paytirilgan minus 2 yana chekli son bo'ladi va chekli sonni 0 ga ko'paytirsak har doim 0 hosil bo'ladi. Demak, biz o'sha oldingi bergan ta'rifimizga to'g'ri kelyapti bu. Ya'ni delta x argument orttirmasi 0 ga intilganda, funksiya orttirmasi ham 0 ga intilyapti. Shuning uchun demak bu funksiya cosinus x funksiya ixtiyoriy nuqtada, ya'ni barcha haqiqiy sonlar to'plamida uzluksiz bo'lar ekan. Xo'p, endi funksiyani uzluksizligini yana yengilroq ko'rinishi bor. Bu funksiyaning o'ngdan yoki chapdan uzluksizligi. Bu qanaqa bo'ladi? Ba'zi funksiyalar qaysidir nuqtada o'ngdan, qaysidir nuqtada chapdan uzluksiz bo'lishi mumkin. Bu qanaqa ta'riflanadi? Mana ta'rifini qaraymiz. Agar demak x0 nuqtaga o'ng tomondan intilganda funksiyaning limiti funksiyani o'sha nuqtadagi qiymatiga teng bo'lsa, demak buni bilishimiz kerak, funksiya o'ngdan uzluksiz. Yoki qarama qarshisi, agar x0 nuqtada chapdan intilganda funksiyani limiti
funksiyani o'sha nuqtadagi qiymati bilan teng bo'lsa, bu funksiyamiz demak o'sha x0 nuqtada chapdan uzluksiz deyiladi. Va bu agar funksiya bir vaqtda ikkala tomondan ham, chapdan ham, o'ngdan ham uzluksiz bo'lsa, u holda bu funksiya o'sha nuqtada uzluksiz bo'ladi. Xo'p, bu chapdan o'ngdan uzluksizliklarini men hozir chizmada tushuntirib beraman, qanaqa bo'lishini. Mana quyidagi chizmalarga e'tibor beramiz. Birinchi chizmaga e'tibor beramiz. Birinchi chizmaga e'tibor bersak, mana funksiya chap tomondan kelyapti va mana bu yerda uzilib qolyapti, qiymati yo'q. Va shu nuqtada mana o'ng tomondan boshlab davom etyapti. Bu yoqqa qarab yuqoridan davom etyapti. Va x0 nuqtadagi qiymati e'tibor bersak, yuqorgi qismi bo'yalgan, yuqorgi qismi o'ng tomonda joylashgan. O'ng tomondagi limiti bilan funksiyani shu nuqtadagi qiymati teng. Demak, bu funksiya o'ngdan uzluksiz. Xuddi shu ko'rinish faqat chapdan uzluksizga doir. Mana ikkinchi chizma bo'ladi bu. Ikkinchi chizma. Demak, chap tomondan kelyapti funksiya. x0 nuqtadagi qiymati chap tomondagi limiti bilan bir xil, chap limiti bilan. Lekin o'ng tomondagi limit boshqa. Boshqa joyda bo'lyapti va o'ng tomondagi limiti bilan qiymati boshqa. Shuning uchun teng emas. Demak, bu chapdan uzluksiz, lekin o'ngdan uzilishga ega. Va uchinchi holatga e'tibor bersak, uchinchi holatda endi chapdan qarasak ham bitta nuqtaga kelyapti, o'ngdan qarasak ham bitta nuqtaga. Demak, bu o'sha nuqtadagi qiymati ham, o'ng chap limitlari ham hammasi bir-biriga teng. Shuning uchun bu holatda funksiya uzluksiz. Demak, chapdan uzluksizi ikkinchi chizma ekan, o'ngdan uzluksizi birinchi chizma va uzluksiz bo'lgan funksiya umuman o'ngdan ham chapdan ham uzluksiz desak, bu umuman olganda uzluksiz deb nomlanadi. Uzluksiz bo'lgan chizma esa bu uchinchi chizma ekan. Mana shu holatda uzluksizliklarini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, uzluksiz funksiyalar uchun ba'zi teoremalar bor, ularni aytib o'tib ketaman. Demak, birorta x0 nuqtada fx va gx ikkita funksiya uzluksiz bo'lsin. Agar ikkita funksiya ham uzluksiz bo'lsa, ularning yig'indisi yoki ayirmasi va ko'paytmalari o'sha nuqtada uzluksiz bo'ladi. Agar gx funksiyamiz 0 ga teng bo'lmasa o'sha nuqtada, unda bo'linmasi ham uzluksiz bo'ladi. Ya'ni makrajda qolgani uchun 0 ga teng bo'lmasagina x0 nuqtada, shu nuqtada uzluksiz bo'ladi. Demak, u holda yana boshqa anaqamiz, xossamiz, birorta funksiya fx funksiya x0 nuqtada uzluksiz bo'lsa, o'sha funksiyani ixtiyoriy r dan olingan ixtiyoriy haqiqiy songa ko'paytmasi ham uzluksiz bo'ladi. Hattoki k degan sonimiz bu yerda 0 ga teng bo'lganda ham 0 degan funksiya chiqadi, unda ham uzluksiz bo'laveradi. Demak, uzluksiz funksiyani o'zgarmas songa ko'paytirsak uzluksiz, ikkita uzluksiz funksiyalarning yig'indisi yoki ayirmasi uzluksiz, ko'paytmasi uzluksiz, bo'linmasi ham uzluksiz agar maxrajdagi funksiya o'sha nuqtadagi qiymati 0 ga teng bo'lmasa. Va undan keyin yana asosiy teoremalari bor. Demak, asosiy elementar funksiyalar o'sha boshida ko'rdik, chiziqli har xil funksiyalarni, masalan, logaritmik, trigonometrik, yana boshqa funksiyalarni ko'rdik. Masalan, chiziqlikni ham ko'rdik. Oldingi mavzularimizda shu funksiyalar o'zlarini aniqlanish sohalarida uzluksiz. Xo'p, keyingisi, agar funksiya, demak, kompozitsiya haqida gap ketyapti, kompozitsiya haqida. Demak, birinchidan mana phi x degan funksiya ichkaridagi, mana bu yoqqa e'tibor beramiz, y barobar f, keyin qavsida phi x. Birinchidan phi x degan funksiya x0 nuqtada uzluksiz bo'lsa, ikkinchidan f funksiya phi x0 nuqtada uzluksiz bo'lsa, u holda demak mana bu funksiyamiz kompozitsiyasi x0 nuqtada uzluksiz bo'ladi. Xo'p, demak, uzluksiz bo'lgan funksiyalarga doir asosiy aytiladigan gaplar mana shulardan iborat edi.